Assalomu alaykum. Aziz tumandoshlar, jasur harbiylar, aziz mehmonlar. Avvalambor sizlarni tobora yaqinlashib kelayotgan Yangi yil bayrami bilan samimiy muborakbod etaman. Yangi yil baxt, saodat, tom ma'noda yuksalish yili bo'lsin. Yurtimizda mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilindi. Yurt obodligi avvalo mahalladan boshladi. Mana shunday buyuk maqsadga erishishda mahalla tizimining o'rni va ta'siri beqiyos. Chunki mahalla tinch va ahil bo'lsa, jamiyatimiz tinch va hamjihat bo'ladi. Mahalla rivojlansa butun mamlakatimiz yuksaladi. Qadrli tumandoshlar, qalblarimiz pok niyatlarga to'lib turgan ushbu quvonchli lahzalarda sizlarni kirib kelayotgan yangi 2026-yil bilan yana bir bor muborakbod etaman. Biz Qorovulbozorlik nuroniylar o'z oldimizga yuksak bir maqsadni qo'ydik. U ham bo'lsa inson qadri uchun, inson baxti uchun degan ezgu g'oyani ilgari surayotgan prezidentimizga Qorovulbozorlik nuroniylar qo'sh qanot bo'lamiz. Bilan tabriklayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, oilaviy tinchlik, xotirjamlik tilayman. narsani eng katta tuyg'u mana shu sadoqat bilan vatanga xizmat qilishda bulardan hamma o'rnak olish kerak.